Assalomu alaykum hammaga. Afrochis tunnelga keldik. Xo'p, bu Fransiyadan Ispaniyaga, Italiyaga o'tadigan yo'l. 13 kilometrlik tunnel. Ertaroq inshaalloh qanday o'tish kerak bu darsda aytib borasizlar. Xo'p, mana bu joyga to'xtaymiz, chunki mashina o'tyapti. Stopga to'xtab turamiz. O'tmagancha kutamiz. Oldin. Inshaalloh bizga bunaqa karta beradi, Afrochis tunneldan o'tishga. Hamma stopga kelsa ochadi o'zi. Kontrolni sen bor. Hoppa. Hayır Fransiya. Hayda jigarim hayda. Ona distansiya 150 metr bo'lishi kerak. Afrochis tunneliga kirgan payti 13 kilometr tunnel. Hozir birinchi tarafdan o'tdik. Endi telepasdan o'tsak shunga qarab to'liq o'tamiz. Chek beradi. Chekdan Masabaski. Videoni cho'zilib ketyapti, trendga chiqish shart emas. Prosta manfaatli bo'lishi uchun qo'yibman bu videoni. Ilojimiz qilib qo'yaman balki. Mana do'konchalarga o'xshagan nimalar bor. Plastikdan beramiz bergan. Plastikdan pastga tushdi. Jo'n. Grazie. Mana shunday telepas nimasi ochilgandan ko'rish kerak. Hozir bu yerda meniki ADR yuk emas, ADR yuklarni hozir mana bu joyga taqlayapti. Ham turganlarni hammasi ADR yuk bularni kolonna o'tkazadi. Mana mana tiket berdi menga. Mana shu tiket bilan o'tyapman. Inshaalloh xudo xolasa tiket keyin mana bu odamdan 1,5 metr chaproqda haydash kerak. Tiket bu nima berdi hozir? O'zim tushunmadim nimaligini. Kalendarga o'xshagan narsa berdi. Qanday to'xtaganda ko'ramiz inshaalloh. Hali e'tibor berib qaramay qo'llaman. Ketdik 13 kilometrlik tunnel, go. Italiyaga o'tamiz shunday.